Xo'p, bolajonlar, mana daraxtimiz. Daraxtimiz gullash arafasida. Daraxtimiz gullagandan so'ng u ham meva tugishi kerak. Meva tugishi uchun siz undagi gulimizdagi topshiriqlarga javob berishingiz kerak bo'ladi. Ana endi hozir bizga buni bajarishda birinchi Omina yordam beradi. Omina bitta gulni tanlaydi va o'sha gulga suv sepadi. Uzoqroqdan sep. Mana. Ana ochildi guling. Ana endi mana shu ochilgan guldagi savollarga javob beramiz. Avval o'qiymiz. Olaymi? Yo, turursin. Javob berur. 72 bilan 72 ning yig'indisi 144. Aferin. 36 bilan 25 ning ayirmasi 11. Barakalla. 4 bilan 4 ning ko'paytmasi 16. Aferin. Qani, birinchi gullagan daraxtimizga qarsaklar chalamiz. Barakalla, barakalla. Mahmudjon ikkinchisini gullarimizni ochilishiga yordam beradi. Qani, tez harakat qilamiz. Tez harakat qilamiz. Qani. Xo'p, o'ziga sep, uzoqroqdan qilib o'ziga sep. Uzoqroqdan qilib o'ziga, uzoqroqdan qilib chich qilmaga. Mana. Mashinsimidi? Ma. Xo'p, ana endi savollarga javob beramiz. O'qiymiz birinchi. 66 bilan 6 ning bo'linmasi. Xo'p, ikkita bir xil son ekan. 6 ni necha ko'paytirsak 66 bo'lardi? Shuni topamiz. Ikkita bir xil son chiqish uchun bizga necha kerak? Qoidamiz bordi. Har qanday sonni 1 ga ko'paytirsak shu sonning o'zi bo'ladi. Bizda 66 ekan. 11 barakalla. Keyingisi. 20 bilan 20 ning ko'paytmasi. Xo'p. 200. 2 kere 2. Ikkita nolini qo'yib qo'y. 400. Barakalla. Keyingisi. 3 ni ko'paytiramiz. 40. Xo'p, nolini bekitdik. Karani bilsang, buni juda chiroyli qilib amalga oshira olasan. 120. Aferin. Qani chapela chalamiz. Baxtiyorov Sarvar. Tez harakat qilamiz. Tez. Faqat o'zimizni gulimizga sepamiz. Qolgan gullarni ochiltirmaymiz. Chunki buni qolgan o'quvchilarimiz amalga oshirishadi. O'ziga sep. Sep o'ziga, ha? Xo'p, qani endi javob beramiz, Sarvar. 9 bilan 3 ning bo'linmasi 3. Barakalla. 30 bilan 10 ning bo'linmasi 3. Barakalla. 1000 bilan 2 ning bo'linmasi 500. Aferin, Murodbek. Barakalla. Tez harakat qilamiz. Tez o'zimiz yoqtirgan gulni o'ziga supurkimiz va gulimizni daraxtimizni ochilishiga yordam beramiz. Mana gulimiz chiroyli ochilyapti. Sep ochiladi. Ha, barakalla. Ana endi javob beramiz. O'qidik. 500 ni 2 ga bo'lsa 250. Aferin. 12 kare 2 24. Aferin. 3 ga 3 ko'paytirsa 6. 3 ta 3. 9. Ha? 3. Yo'q, 9 ni. 9 ga 2 ko'paytirsak 18. Aferin, barakalla. Murodjon. Tez harakat qilamiz. Qani, Murodjonni ham qaysi gulni ochilishiga yordam beramiz, Murodjon. O'ziga sepamiz. Ha? Mana gulimiz ochilyapti. Mana gulimiz ochildi. Aferin, barakalla. Qani javob beramiz endi savollariga. Bo'lmasa meva tugmaydi daraxtimiz. 4 bilan 5 ning 40 bilan 5 ning bo'linmasi. 40 bilan 5 ning bo'linmasi 5. 5 kere 5 25 bo'lib qoladi, Murodjon. 5 keradan 40 topamiz. Tez harakat qilamiz. Tez. Qancha harakat qilamiz. Tez. 8 kengisi. 8 bo'lu 2. Xo'p. 8 ichida nechta 2 bor? 4. Barakalla. 12 bo'lu 6. Xo'p. 2. Aferin. Barakalla.
Barakalla. Abbos. Qani tez harakat qilamiz. Chaqin harakat qilamiz. Qani qaysi gulni gullashni xohlaymiz? Ana o'sha gulga sepamiz. O'ziga ana gulimiz ochilyapti. Barakalla. Mana gulimiz ochildi. Ofarin. Ana ochilyapti. Ko'ryapsizmi? 93 bilan 6 ning bo'linmasi Yo'q, 36 bilan 63 bilan 9 ning bo'linmasi. 63 bilan 9 ning bo'linmasi Xo'p. 4. Bo'p. 72 bilan 72 bilan 9 ning bo'linmasi 8. Barakalla. 36 bilan 9 ning bo'linmasi 4. Ofarin. Barakalla. Hadicha. Qani Xadichani esa ko'raylikchi. Karani biladimi, yo'qmi? Tekshirib ko'ramiz. Mana Xadicha, qaysi gullashni xohlaymiz? Qani, o'sha gulga sepamiz. O'ziga sep. Mana gulimiz asta-sekin ochilyapti. Mana gulimiz asta-sekin ochilyapti. Qani javob beramiz endi. 64 bilan 8 ning 8 ning bo'linmasi 8 keyingisi 81 bilan 81 bilan 9 ning bo'linmasi Xo'p, barakalla. 9 bilan Yo'q, 3 bilan 4 ning 3 bilan 4 ning ko'paytmasi. 12. Ofarin. Qani qarsak chalib qo'yamiz. Abdulloh. Qani Abdulloh. Tez. Chaqin bola. Chaqin harakat qilamiz. Qani qaysini gullashni xohlaysan? Ana o'sha gulga sepamiz va ochilishiga yordam beramiz. Hop. Mana gulimiz ochilyapti. Bo'ldi, barakalla. Mana ochildi gulimiz. Ana endi meva tugishi uchun topshiriqlarga javob beramiz. 70 bilan 2 ning bo'linmasi 35. Barakalla. 500 bilan 2 ning ko'paytirmasi 1090 bilan 2 ning ko'paytirmasi 180. Ofarin Abdullohga. Ofarin.